Bugun men ko'pchilikni o'ylantirayotgan juda muhim savolga aniq javob beraman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi yoki hammasi avtomatik bo'ladimi? Bu ma'lumot har bir ishlayotgan odamga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan ota-onalarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironligi bor fuqarolarga va rasmiy ish stajini yo'qotib qo'yishdan xavotir olayotganlarga bevosita tegishli. Agar bugun befarq bo'lsangiz, ertaga pensiya miqdori kam chiqishi, staj hisobga olinmasligi yoki nafaqa tayinlanishi kechikishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qachon murojaat qilish shart, qachon shart emas, qanday hujjatlar kerak, qayerga borish kerak va eng ko'p uchraydigan xatolar nimaligini sodda tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar aynan pulingiz, huquqingiz va kelajagingiz bilan bog'liq. Avvalgi yillarda pensiya masalasida juda ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilardi. Odam ish stajini isbotlash uchun mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomalarini, ish joyidan buyruqlar nusxasini, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni yig'ib yurardi. Masalan, bir odam 1965 yildan 1915 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsa, pensiyaga chiqish vaqtida o'sha zavod yopilib ketgan bo'lishi mumkin edi. Shunda u arxivga boradi. Tumanma-tuman yuradi, ma'lumotnoma topadi, ba'zan hujjatlar yo'q qolgan bo'ladi. Natijada odam ishlagan bo'lsa ham ayrim yillari pensiya hisobida ko'rinmay qolardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirildi. Rasmiy ish joyingiz, ish haqi, soliq to'lovlari, ijtimoiy to'lovlar va ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda shakllanadi. Ko'p hollarda pensiya tayinlashda davlat idoralari o'zaro ma'lumot almashadi. Bu juda yaxshi o'zgarish. Lekin bu hamma narsa avtomatik. Fuqaro umuman hech narsa qilmasa ham bo'ladi degani emas. Eng katta xato aynan shunda, odam hammasi bazada bor-ku deb o'ylaydi. Lekin bazada noto'g'ri sana yo'q, staj boshqa familiya. Eski pasport ma'lumoti yoki ish haqi kiritilmagan davr bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir kishi 40 yil ishlaganini aytadi, lekin ba'zida 22 yil ko'rinadi. Yana biri 1990 yillarda kolxozda ishlagan. Ammo hujjatda ismida bitta harf xato yozilgan. Boshqa bir ayolda turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, nikoh guvohnomasi esa topshirilmagan. Bunday mayda ko'ringan holatlar pensiya tayinlash jarayonini cho'zadi yoki miqdoriga ta'sir qiladi. Demak, asosiy savol shunday: pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Javob: ayrim holatlarda albatta kerak. Ayrim holatlarda esa oldindan tekshiruv qilish kifoya. Men buni hozir birma-bir ajratib beraman. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar masalani kechiktirmasligi kerak. Erkaklar va ayollar uchun pensiya yoshi qonunchilikka ko'ra belgilanadi. Lekin eng muhim jihat shuki, pensiya tayinlash uchun faqat yoshning o'zi yetarli emas. Ish staji, rasmiy daromad, to'langan badallar, ayrim imtiyozli davrlar ham ahamiyatga ega. Agar siz pensiya yoshiga 6 oy yoki 1 yil qolganini bilsangiz, men maslahat beradigan birinchi ish, o'z stajingizni oldindan tekshirtiring. Misol keltiraman. Dilshod aka 29 yoshda. Oltin yoshga to'lishiga 2 oy qoldi. U 1991 yildan beri turli korxonalarda ishlagan. Oxirgi 15 yili rasmiy ishda. Lekin 1995-2001 yillar orasida ishlagan firmasi yopilib ketgan. Agar u pensiya yoshiga yetgan kuni murojaat qilsa, o'sha davrni tasdiqlash uchun arxiv izlashga majbur bo'ladi. Bu 1 oy, 2 oy, ba'zan undan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. Agar u oldindan borib tekshirtirsa, qaysi yillar yetishmayotganini biladi va hujjatlarni yig'ib qo'yadi. Natijada pensiya tayinlashda asabiylashmaydi va vaqt yo'qotmaydi. Ikkinchi toifa: mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor odamlar. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlaganlar. O'sha davr hujjatlarida muhrlar noaniq bo'lishi, korxona nomi o'zgargan bo'lishi, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari to'liq yozilmagan bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarga pensiya yoshini kutmang deyman. Chunki hujjat qancha eski bo'lsa, uni topish shuncha qiyinlashadi. Arxivlar ko'chgan bo'lishi mumkin, korxona tugatilgan bo'lishi mumkin, ma'lumotlar boshqa hududga o'tgan bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa: familiyasi, ismi yoki otasining ismi o'zgargan fuqarolar. Bu asosan ayollarda uchraydi, lekin erkaklarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora Karimova deb yozilgan, pasportda esa turmushdan keyin Gulnora Tursunova. Agar nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjat bo'lmasa, tizim bu ikki shaxsni bir odam deb avtomatik bog'lamasligi mumkin. Natijada stajda uzilish paydo bo'ladi.
Shuning uchun familiya o'zgarishiga oid barcha hujjatlarni saqlash va kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga taqdim etish zarur. 4-toifa. Norasmiy ishlagan yoki ayrim davrlarda o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Hamma ham doim rasmiy ishlamagan. Kimdir bozorda savdo qilgan, kimdir ustachilik qilgan, kimdir chet elda ishlagan, kimdir uyda tikuvchilik qilgan. Bu davrlar pensiya stajiga avtomatik kiradimi yoki yo'qmi? Buning javobi qanday rasmiylashtirilganiga bog'liq. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, belgilangan to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, bu davrlar hisobga olinishi mumkin. Agar umuman rasmiy iz bo'lmasa, men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Pensiya tizimi hujjat va elektron ma'lumotga qaraydi. 5-toifa. Imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasida murojaat qiladiganlar. Bu holatlarda oddiy yoshga doir pensiyadan farqli ravishda qo'shimcha hujjatlar bo'ladi. Masalan, nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa uchun tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik holatida vafot etgan shaxsning ish staji, oila a'zolarining qarindoshlik hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari talab qilinadi. Bu yerda murojaatni kechiktirish oilaning daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Endi kimlar nisbatan xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oxirgi yillarda doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri yuritgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ish stajingiz ko'rinib tursa, pasport va shaxsiy ma'lumotlaringizda xatolik bo'lmasa, sizda xavf kamroq. Lekin xavotir olmaslik tekshirmaslik degani emas. Men baribir har bir odamga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki xatolikni pensiyaga chiqish kuni emas, oldinroq topgan yaxshi. Aniq raqamni misol qilamiz. Farhod aka 20 yil rasmiy ishlagan deb hisoblaydi. Lekin tekshiruvda 1992-2003 yillardagi 5 yil bazada yo'qligi chiqdi. Agar bu 5 yil hisobga olinmasa, uning umumiy staji kamayadi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Boshqa misol, Saodat opa 25 yil ishlagan. Lekin 7 yil davomida ish haqi juda past ko'rsatilgan yoki umuman ma'lumot kiritilmagan. Pensiya hisobida nafaqat staj, balki daromad ma'lumotlari ham muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir yilning to'g'ri aks etgani ahamiyatli. Yana bir hayotiy vaziyat. Odam ish joyida rasmiy ishlayapman deb o'ylaydi, lekin ish beruvchi uni to'liq rasmiylashtirmagan bo'ladi. Masalan, 4 yil kafeda ishlagan, oylikni naqd olgan, mehnat shartnomasi yo'q, soliq to'lovi yo'q. Pensiyaga kelganda bu dark yilni isbotlash deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, bugungi rasmiylashtirish ertangi pensiyangiz. Ish beruvchi keyin qilamiz desa siz yo'q. Hozir rasmiy shartnoma kerak deb talab qilishingiz kerak. Birinchi nozik jihat murojaat qilish muddati. Pensiya yoshiga yetganingizdan keyin ariza berish masalasini cho'zib yubormang. Chunki tayinlash sanasi. To'lovning qachondan boshlanishi va hujjatlar to'liq topshirilgan vaqt muhim bo'lishi mumkin. Ayrimlar baribir davlat biladi, o'zi tayinlaydi deb yuraveradi. Yo'q, pensiya masalasida fuqarodan ariza talab qilinadigan holatlar bor. Shuning uchun pensiya yoshiga yetganingizni kutib, keyin bir necha oy yurish pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo. Masalan, pasportda Abdullayev, mehnat daftarchasida Abdullayev yoki otasining ismida bitta harf farqi. Odam uchun bu oddiy xato, lekin hujjat tekshirayotgan tizim uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Ayniqsa eski rus tilidagi yozuvlar. Lotin va kirildagi farqlar, muhrdagi noaniqliklar muammo tug'diradi. Bunday holatda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi yoki sud orqali faktni belgilash zarur bo'lib qolishi mumkin. 3-tuzoq. Arxiv ma'lumotnomasini oxirgi daqiqaga qoldirish. Agar siz ishlagan korxona tugatilgan bo'lsa, ma'lumotlar tuman arxivida, viloyat arxivida yoki boshqa tashkilotda saqlanishi mumkin. Ba'zan arxivda navbat bo'ladi. So'rovga javob kechikadi, hujjat topilmaydi. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga mana shu davrni tasdiqlang deganda endi yugurishni boshlamang. Agar eski stajingiz bo'lsa, oldindan arxivni aniqlang. 4-nozik jihat. Chet elda ishlagan davr. Ko'pchilik Rossiyada 10 yil ishladim, pensiyaga kiradimi deb so'raydi. Bu savolga javob ishlagan davr qaysi davlatda, qanday rasmiylashtirilgani, xalqaro shartnomalar va to'lovlar qanday bo'lganiga bog'liq. Agar chet eldagi ish rasmiy bo'lgan bo'lsa, tegishli hujjatlar, mehnat shartnomasi, to'lovlar, sug'urta ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin.
Agar odam faqat naqd pulga norasmiy ishlagan bo'lsa, buni pensiya staji sifatida kiritish juda qiyin. Shuning uchun chet elga ketayotganlar ham hujjatlarni saqlashi kerak. Shartnoma, ish beruvchi ma'lumotlari, to'lov dalillari, ruxsatnomalar. 5-jihat. Bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri kabi masalalar. Bu davrlarning pensiya stajiga kiritilishi qonunchilikdagi aniq shartlarga bog'liq. Masalan, ayrim davrlar muayyan tartibda hisobga olinishi mumkin, ayrimlari esa hamma holatda ham avtomatik qo'shilmaydi. Shuning uchun qo'shnimga qo'shilgan, menga ham qo'shiladi deb xulosa qilmang. Har bir odamning hujjati, davri va sharti alohida ko'riladi. Men doim shuni ta'kidlayman. Pensiyada umumiy gap emas, shaxsiy hujjat hal qiladi. 6-tuzoq. Ish haqi ma'lumotlarining noto'g'ri aks etishi. Ba'zan odam yuqori maosh olgan, lekin rasmiy qism past ko'rsatilgan. Masalan, 5 million so'm olgan, lekin hujjatda ixir 1 million ko'rsatilgan. Pensiya hisobida rasmiy ma'lumot olinadi. Sizning qo'lingizga qancha naqd pul tekkanini hech kim hisobga olmaydi. Agar u rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu ayniqsa xususiy sektorda ishlaydiganlar uchun muhim. Ish beruvchi bilan kelishayotganda faqat bugungi oylikni emas, ertangi pensiyani ham o'ylang. 7-nozik jihat, pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasdan faqat tanishlardan maslahat olish. Men ko'p ko'rganman. Odamlar mahalladagi gapga ishonib yuradi. Senga staj yetmaydi, baribir chiqmaydi, hujjat kerak emas, pul to'lasang bo'ladi kabi gaplar aylanadi. Bunday gaplarga suyanmang. Rasmiy javobni faqat vakolatli tashkilotdan oling. Agar kerak bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma javob keyingi harakatlaringiz uchun asos bo'ladi. 8-jihat. Pensiya va nafaqa tushunchalarini aralashtirish. Pensiya odatda ish staji, to'lovlar va belgilangan shartlar bilan bog'liq. Nafaqa esa ayrim ijtimoiy holatlarda, masalan, staj yetarli bo'lmaganda yoki muhtojlik mezonlari asosida berilishi mumkin. Shuning uchun men pensiya olamanmi yoki nafaqa degan savolga aniq javob olish uchun hujjatlaringiz ko'rilishi kerak. Har ikki holatda ham murojaat tartibi, hujjatlar va hisoblash usuli farq qilishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSSHIR, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi, tekshirib chiqing. Agar mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi yozuvlar pasportdagi ma'lumotlar bilan mos keladimi, qarang. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat tayyor tursin. Ikkinchi qadam, ish stajingiz ro'yxatini o'zingiz tuzing. Oddiy daftar oling yoki telefoningizga yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, korxona nomi nima bo'lgan, lavozimingiz qanday, ishga kirgan va chiqqan sanalaringiz qaysi. Masalan, 1992-1992 yillar Navbahor tikuv fabrikasi, tikuvchi. 1992-2005 yillar maktab, hisobchi. 2005-2024 yillar xususiy korxona menejer. Shunday ro'yxat sizga ham, mutaxassisga ham yordam beradi. 3-qadam, hujjatlarni jamlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, elektron mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlar, diplom yoki ta'lim hujjatlari agar zarur bo'lsa, harbiy bilet agar tegishli bo'lsa, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari ayrim holatlarda, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir holatda hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Shuning uchun buni mutaxassis bilan aniqlashtiring. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Bugun ko'p xizmatlar davlat xizmatlari orqali yoki elektron tizimlar orqali ham amalga oshiriladi. Lekin agar sizda eski staj arxiv masalasi, familiya farqi, chet eldagi ish yoki murakkab holat bo'lsa, men bevosita maslahat olishni tavsiya qilaman. Mutaxassisga mening stajimni oldindan tekshirib bering, qaysi davrlar ko'rinmayapti, qanday hujjat yetishmayapti deb aniq savol bering. 5-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar masalangiz murakkab bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada o'zingizni tanishtiring, pasport ma'lumotlaringizni yozing. Qaysi masala bo'yicha tushuntirish yoki tekshiruv so'rayotganingizni aniq bayon qiling. Masalan, mening 1996-2001 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajimga kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Ushbu davr bo'yicha qanday hujjat taqdim etishim
kerakligini ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam arxivga murojaat qilishni o'rganing. Agar pensiya jamg'armasi sizga falon davrni tasdiqlash kerak desa, ishlagan korxonangiz taqdiri haqida ma'lumot toping. Korxona hali faol bo'lsa, o'sha korxonadan ma'lumotnoma so'rang. Tugatilgan bo'lsa, hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Arxivga murojaatda ish joyi nomi, taxminiy yillar, lavozim, tug'ilgan sana va eski familiyangiz bo'lsa, uni ham ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 7-qadam, ish beruvchingizni hozirdanoq nazorat qiling. Agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, eng muhim ish bugungi ish joyingiz rasmiy ekanini tekshirish. Mehnat shartnomangiz bormi? Elektron tizimda ko'rinyaptimi? Oyligingiz rasmiy o'tadimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar hisobga olinadimi? Agar ish beruvchi faqat naqd to'layotgan bo'lsa, bilingki, bu sizning kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bugun qo'limga ko'proq pul tegayapti deb xursand bo'lish ertaga nega pensiyam kam degan savolga olib keladi. 8-qadam. Pensiya yoshiga 1 yil qolganda katta tekshiruv qiling. Men buni har bir odamga tavsiya qilaman. 1 yil oldin staj, hujjat, familiya, arxiv, ish haqi, imtiyozli davrlar masalasini tekshirsangiz, yetishmayotgan hujjatni topishga vaqtingiz bo'ladi. Pensiyaga chiqish oyida yugurish eng noqulay holat. Ayniqsa, yosh katta odam uchun har bir idoraga borish, navbat kutish, hujjat izlash og'ir. 9-qadam. Yaqinlaringizga ham yordam bering. Ko'pincha ota-onalarimiz hujjatlarni tushunmaydi. Elektron tizimlardan foydalana olmaydi. Arxiv so'rovini qanday yozishni bilmaydi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangizning mehnat daftarchasini birga ko'rib chiqing. Hujjatlarni papkaga joylang, qaysi yillarda qayerda ishlaganini yozib oling. Bu oddiy yordam kelajakda katta muammoning oldini oladi. 10-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, huquqingizni himoya qiling. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa idora bergan javob sizga tushunarsiz bo'lsa, tushuntirish so'rang. Agar staj asossiz rad etildi deb hisoblasangiz, qo'shimcha hujjat taqdim eting. Yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling yoki huquqshunosdan maslahat oling. Ba'zi holatlarda mehnat faoliyati faktini sud tartibida belgilash zarur bo'lishi mumkin. Lekin bunday yo'lga borishdan oldin barcha arxiv va rasmiy imkoniyatlarni sinab ko'rish kerak. Endi yana bir muhim narsani aytaman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish uyat emas, ortiqcha ish ham emas. Bu sizning huquqingizni aniqlashtirish. Ko'pchilik idoraga borishdan cho'chiydi. Meni urishadimi, noto'g'ri tushunamanmi, hujjatim yetmay qoladimi deb o'ylaydi. Aslida siz savol berishga haqlisiz. Siz butun umr ishlagansiz, to'lov qilgansiz. Endi o'z huquqingizni bilishingiz tabiiy. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yondashuv shunday. Pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Og'zaki gaplarga ishonmang. Har bir staj davrini hujjat bilan mustahkamlang. Rasmiy ish va rasmiy oylikning ahamiyatini tushuning. Murakkab holatda albatta mutaxassisga murojaat qiling. Shunda pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil kechadi. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Degan savolga mening ekspert sifatidagi javobim: ha, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, eski ish stajingiz bo'lsa, hujjatlarda farqlar bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, chet elda ishlagan bo'lsangiz, nogironlik yoki boquvchini yo'qotganlik masalasi bo'lsa, albatta murojaat qiling. Agar hamma ma'lumotingiz elektron bazada to'g'ri bo'lsa ham, oldindan tekshirish zarar qilmaydi. Bugungi e'tiborsizlik ertangi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun hoziroq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, stajingizni yozib chiqing. Yetishmayotgan davrlarni aniqlang va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol bor? Stajingizda uzilish bormi? Hujjat topilmayaptimi? Yoki pensiya yoshiga yaqinlashyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, hamkasblaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.